Og'riqli mavzu. O'ta sir tutiladigan dard. Noqulay holatda qoldiruvchi azob. Kam harakatlanuvchi har 1000 kishidan 145 nafargacha bu kasallik bilan og'riydi. Bavosil asosan 35 dan 55 yoshgacha bo'lganlar orasida ko'p uchraydi. Bir joyda ko'p turib yoki o'tirib qolish, og'ir ko'tarish hamda homiladorlik paytida bu dardni orttirib olganlar asosan uyalib, o'z vaqtida shifokor ko'rigidan o'tishmagani tufayli kasallikni og'irlashtirib yuborishadi. Dorivor giyohlardan tarkib topgan shamchalar va ekologik toza xom ashyodan tayyorlangan ximir choy to'plami bir oy davomida aynan shu maqsadda foydalanish uchun ishlab chiqarilgan. U yallig'lanishga qarshi, og'riqni qoldiruvchi, yarani bitiruvchi hamda so'riluvchi ta'sir kuchiga ega. Qon ketishini bartaraf etadi, yoriqlarni davolaydi va salomatlik tiklanishiga yordam beradi. Maxsus qadoqlangan choy esa antibakterial xususiyatga ega bo'lib, ovqat hazm qilishini yaxshilaydi, og'riq va spazmlar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Ginka Farm O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma va sertifikatga ega. Batafsil ma'lumotlarni quyidagi raqamlardan olasiz.